ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetlik aziz Müslümanlar. Bugün Allah subhanahu ve ta'ala'nın fazli ve merhameti bilen her birisine bilen şu sorunda yüz görüşkili ve uçuruşkili nisp buktu. Şunun için Allah subhanahu ve ta'ala'a çeksiz hamdü sana yollayman. Ve şu sorunga Müslümanların gemini yiyiş için aldı bilen özünün mesuliyetini tunuş için ve özünün hayattaki yolunu tepip Allah subhanahu ve ta'ala'nın rızalığı eriş için kelgen her bir Müslüman karındaşlığa Allah subhanahu ve ta'ala'dan rahmet, mağfiret ve hidayet tileymen. Elhamdülillahi vahdah ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'dah ve ala alihi ve ashabihi aleyhim ecma'in ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. Bizni yaratgan ve yo'qyadin barliqqa keltirgan Rabbimiz Allah subhanahu ve ta'alaga cheksiz hamd sanolar bo'lsin. Allah subhanahu ve ta'ala bizni mahluqotlarning eng ulug'i, eng hurmatlisi ve hamma mahluqotlarning biz uchun xizmat qiladigan eng kattasi qilib dunyoga akagandan keyin bizni mana bu dünyada özümüzün aqliga yoki özümüzün ota-onasining tarbiyasiga yoki boshqa bir insonning yetaklashiga tashlab qo'ymasdan o'zi birvosita insonlarning ichidan amin deb tunilgan va amin deb tunigan payg'ambarlarni her zaman her davrda tanlab şular orqali özünün bendelerini yeteklep, yol köksütüp, özünün dünya ve ahiretteki saadetki iriş yolunu bildirip gelgen igimiz Allah subhanahu ve ta'alaga çeksiz hamdü sanalar olsun. Allah subhanahu ve ta'aladın igir vazifini elip Allah subhanahu ve ta'alanın mana bu hayattaki insanlığını doğru yolga yetekleş için igir mesuliyetini üstüge elip her kanda kıyınçılık, capa, muşakkat, lige, çidap, onunla berdaşlık birip her kanda külpetlerini yiyip fakat özünün milleti, halkı ve üstüge yüklengen mesuliyetini ada kılış için hayatıda vazifesini ada kılıp gelgen Allah'ın peygamberlerine çeksiz durut ve salamlar olsun. Yani şu Allah subhanahu ve ta'ala tallap evetken peygamberlerinin davetine icabet kılgan ve davetini kubul kılgan şu davetini peygamberler bilen billi kötegen, billi elip mangan. Peygamber kaysı kuçuğa çağırsa
nima ishga buyursa, nimani talab qilsa, shuni iymon mas'uliyati, e'tiqod mas'uliyati, din mas'uliyati deb tunib, o'zining hayotlarini shuningga bag'ishlab kelgan sahobalarga va shuning izlarini besib, ruhidan o'ginib, uli qoldirgan merosni ta bugungi kunga qadar ko'tarib davomlashtirib kelgan barliq sahoba kiram, tabi'in va bugungi kunga qadar ummatning yuklarini ko'targan ustoz va shundaqla din g'amini yegan qarindoshlarga Alloh subhanahu va taolaning mag'firati, rahmati bo'lsin. Endi yuqorida deyilganiga o'xshash bugun dunyoning hamma yeriga qaraydigan bo'lsak, aziz musulmonlar, bizga musibat eng ig'ir kelyapti. Payg'ambar alayhissalatu vassalam la ilaha illalloh degan da'vatini boshlagandan keyinki musulmonlarga kelgan zulm, xorlik va shundaqla musulmonlar taraflarda talon-tarojlarga uchragan, qimmatidan ayrilgan, izzatidan ayrilgan eng ig'ir bir kunda yashab o'tibmiz. Jumladan onun ichidan mana biz musulmonlar onundan mubakkiroq ig'ir bir kunda yashab o'tibmiz. Ega bo'lgan hech narsamiz yo'q. Erishgan hech narsamiz yo'q. Hatto o'zimizning eng oxirgi hayotimiz bir butun yug'uriladigan, hayotimiz eninga tava bo'lgan, o'lsakmi, yashasakmi, tug'ilsakmi, uningsiz mavjud bo'lmaydigan oila qo'rg'onlarimizdan, oila davlatimizdan, oila chegaralarimizdanmi ayrilib, quruq qilib yashayotgan bir davrda, bir zamonda yashayotibmiz. Tabiiyki, bunday zamonda hammalarning chiqish yo'li izdishi, qanday qilib mushundaq bir musibatdan qutulamiz va bu xil musibatdan qanday qilib qutulamiz degan haqda izdishi aqlli bir musulmonning, shundaqla musulmon bo'lmagan boshqa insonlarning izlanadigan bir mas'uliyati bu. Chunki inson mayli davlatidan ayrilsin, jamiyatidan ayrilsin, vatanidan ayrilsin, ammo oilasidan ayrilish, oilasidan mahrum qilish va oilasini o'zining qo'lida tutib turolmaslik bu hamma insonning o'ylanadigan bir mas'uliyat. Shunga bu haqda chiqish yo'li nada degan haqda bu izlangini va bu haqda o'ylangani mallam emas, hamma o'ylan. Shundaqla biz emas, bugun mushu asrda, mushu davrda yashayotgan bütün musulmonlar va musulmonlarning olimlari, mayli siyosiy yo'llar bo'lsin, mayli boshqa diniy ustozlar bo'lsin, hammasi o'ylangan bir masala, aziz musulmonlar. Ammo buning ichida lan yasluh akhir hazihi al-umma illa ma salaha awwalaha. Buni nereden tapımız emdi? Bu şundak musibet keldi. Bu ig'ir kunda turib o'tibdimiz. Hamma narsadan ayrıldık. Bu bizga nereden keldi? Qandoq buningdan chiqimiz? Qandoq qutulimiz? Buning yo'li nereden tepiladi? Degan haqda dalmani biz buni o'zimizning birinchi durisi bo'lgan, shifasi bo'lgan, her bir narsani chalib qo'ymay bizga bayon qilib bergan Rabbimiz Allah subhanahu va taolaning shifa degan so'zidan topamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayotidan topamiz, sahoba kiramlarning hayotidan topamiz. Allah subhanahu va taolo biz mu'minlarni jumladan insonlarni eng ulug' yaratdi, eng mukarram yaratdi. Hatta dünyadaki bütün neslini insan için yarattı. İnsanın menfaatlenishi için yarattı. İnsanı Allah subhanahu ve taala ziminga bir vazife için, bir maksat için ekegenlikini Allah bayan kıldı. Mana Allah bizge deydi, "Va'adallahu allazina amanu." Bugün
musulmonlardan so'rasak, hammamizdan yana hammalardan so'rasak, biz nimaga eng ehtiyojli, nimani eng orzu qilamiz? Bizning bugun nima telefonlar bor desa, nima deb javob berasizlar? Deb baqana musulmonlar. Nima telefonlar bor? Nimani orzu qilasizlar? Deb baqana. Bir deb baqana gap qilanga. Qanday bo'lsin? Mana bugun hammamizning orzusi shu. Qanday qilish? İzzetimizni tepish. Huquqimizga erishish. Allah bizni qanday yaratgan bo'lsa, ana shunday yashash. Bizning orzumuz bu. Bizning talabimiz bu. Hammamiz shu haqda. Ammo Allah subhanahu va taolo bizga bu haqda nima dedi desa, va'da qildi. Va'adalloh, Allohning va'dasi bor. Mu'minlarga zaminda o'zining izzatiga erishib, insoniy haq huquqiga erishib, hurmatiga erishib yashashni, shundaqla xotirjam, xushal-xuram, baxtlik, dushmanidan qo'rqmagan, dushmanning xavfidan amin bo'lgan holatda yashashni va o'zi tanlagan din, o'zi tanlagan e'tiqod, o'zi tanlagan maslakda erkin hayot kechirishni Allah subhanahu va taolo va'da qildi mu'minlarga. Allah bizga bu dinni berdi. Allah dinni berdi bizga. Allah bizni aziz qilib yaratdi. Allah bizni xotirjam qildi. Dunyoda va oxiratda xotirjam qilish uchun Qur'onini tushadi, payg'ambarini avatdi. Ammo biz mana bugun dal uning aksida yashayapmiz. Aziz yaratganlar xor. Xotirjam yashaydiganlar qattiq xavf ichida, qo'rqinchida hamma narsamizdan ayrilgan. Buning sababi nima? Nima uchun shunday bo'lib qoldik? Hammamizning orzusi shukan. Hammamizning da'vosi shukan. Nima bo'ldi bugungi kunda shunday bo'lib qoldi? Allohning so'zi rost emasmi? Allohning va'dasi rost emasmi? Ammo Qur'oni Karimga qaraydigan bo'lsak, Alloh bizga nurg'un yerda va'dalloh la yuxlifullohul mi'ad. Alloh va'dasiga xiloflik qilmaydi deydi. Endi qildimi bugun? Nima uchun Alloh subhanahu va taolo o'zining kitobi Qur'oni Karimda qilgan va'dasining hammasi 1000 yil davrida, 1000 yil zamonda amalga oshdi va u shu zamondagi musulmonlarning hayotiga vujudga chiqdi. Eng oldi bilan birinchi avlod musulmonlar sahobalarning hayotida azmu desa az, ojizmu desa ojiz, o'zining hurligiga ega bo'lmagan Bilal roziyallohu anhuga o'xshash qumliqlida, Ammar roziyallohu anhuga o'xshash qattiq tumurning qattiq qiyin qistoqlari bilan qistashlarida, Sumayyining o'xshash nayzilarni sanjib vahshiy yovuzlarcha o'ltirgan o'ltirishlarda turayotgan bir musulmon nima uchun o'choqda bosh ko'tardi? Nima uchun Allohning va'dasi amalga oshadi? Ammo bizga nima uchun amalga oshmaydi? degan mana bu haqlarda o'ylangan chog'imizda, tafakkur qilgan chog'imizda biz birinchi bu chiqish yo'lining Alloh bizga nimani ko'rsatgan bo'lsa, dal shu ekanligini va bizning uni qilmaganligimizni qilgan bo'lsaqmi, umumyuzlik emas, ba'zi shaxslar, ba'zi kishilar ma'lum barmoqda sanig'ilib bo'g'idek insonlarning qilganligini biz bayqay olamiz burada. Buning birinchisi qarab baqaylar. Alloh subhanahu va taolo Odam alayhissalatu vassalamni malaikalarning o'tirisida men dunyoga odam yarataman dedi. Bir vazifa uchun odam yarataman dedi. Ammo Odam alayhissalatu vassalamni yarataman degandan keyin malaikalar ya Rabbi, ibodat uchun yaratsan biz badoq. Biz sana ibodat qilib turatdik, biz sana osilik qilmagan.
Adamni nima uchun yaratsa deganda, men bilimi seni bilmişlar deb odam yaratmoqchi bo'lganligini Alloh subhanahu va taolo jakoladi. Vazifasi uchun. Ammo Alloh Odam alayhisalomni yaratib bo'lgandan keyin mana bu dunyoda Alloh vazifa uchun yaratgan insonga bergan butun narsa, tamomiy narsa. Sen mushini olsang zaminda vazifangni to'liq ado qila olaysan. Mush orqali o'zing hurlik, aminlik, xotirjamlik, men bergan ne'matning har qandig'iga sen erishib, ega bo'lib, qo'lingda tutib yashaya olaysan deganligini Alloh subhanahu va taolo bildirish uchun bergan bir narsa bor. U narsa nima? Musulmonlar, deb biqinglar, u narsa nima? O ilim birodarlar. O ilim. Ve allama Adama al-asma'a kullaha thumma aradahum ala al-malaika. Allah Adem aleyhissalatu vesselam'a ana ilim berdi. Sen muş orqali vazifangni ado qila olaysan deb ilim berdi. Allah ana ilimni bilish bilan qo'yib qo'ymasdan Adem aleyhissalatu vesselam'a ana shu maydonda ilim egasining qanday bo'ladiganligini, nimaga erishadiganligini ham bildirish uchun malaikaliga bir deb bersam mana. Malaikaliga dediki deb biringlar debdi diyemmidi. Diyemmigandan keyin Adem alayhisalomga sen deb ber dedi. Adem alayhisalom deb berdi. Hammani bayon qildi. Bayon qilganda Alloh subhanahu va taolo ilim egasining ustun bo'ladiganligi, ilim egasining hurmatli bo'ladiganligi, ilim egasining har narsaga salohiyatli bo'ladiganligini bildirish uchun ila yawmil qiyama, qiyomat kuniga qadar bildirish uchun Alloh malaikalarga nimaga buyurdi? Usjudu li Adam dedi. Ma Adamga hurmat qilinglar dedi. Adamga hurmat qilinglar dedi. Egilinglar dedi. Demak, biz mana bu yerda ketganmiz. Endi men bugun chiqish yo'li nada desam, ata, o'gun yoki mushu bir haftaning ichida yo bir oyning ichida biz hamma narsamizni qo'limizga og'ilib o'tgan, qaytirib erishkilib o'tgan bir yo'lni ko'z tutgancha deb o'ylab qolmang. Ammo bo'ladi bu. Ammo bu bo'ladi, qachon bo'ladi desa, Alloh bizga sizib bergan xariti bilan manganda bo'ladi. Mana ilmni Alloh subhanahu va taolo Odam alayhisalomga berdi. Yana qaraydigan bo'lsak, Alloh Odam alayhisalomga berganga o'xshash tunji yana Alloh subhanahu va taolo bizga o'zining dinini nima bilan chugazdi desa, Iqro bismi robbikallazi xalaq degan so'z bilan tushadi. Payg'ambarga buyurilgan buyruqmi bu? Payg'ambarning ummatiga buyurilgan buyruqmi bu? Bütün İslamni qabul qilib ma'man degan musulmonga berilgan buyruqmi bu? Mana bu buyruq ummat mush ilm yo'lida. Qur'onning birinchi sahifasi nima bilan boshlandi? Ilm bilan boshlandi. Payg'ambar birinchi qadamni nima bilan oldi? Ilm bilan oldi. Dinning birinchi ishki nima bilan ochildi? Ilim bilan ochildi birodarlar. Mana biz mushu ilmda keyinlik qilyapmiz. Ama bu ilimning haqqida, fazilati haqqida yana birisi haqida men bugun to'xtalmayman. Agar biz bundan dalil keltirsak, Qur'oni Karimning hammasi ilm. Demak, Allah subhanahu va taolo bizga bergan bu ilm ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin olgan qadimiy ilm, sahabe-i kiramlarning birinchi o'rgangan ilm. Ama bu ilm ikkiga bo'linadi deydi. Birinchi, bir vosita Allohni bilishga tutishadigan ilm, Qur'onni bilishga tutishadigan ilm, dinni bilishga tutishadigan ilm, bog'lanadigan ilm. Mana bu ilim şer'i ilim birodarlar. Şer'i ilim. Bunun da hem her bir Müslüman
Allah'ni, peygamberni, İslam'ni özünün hayattaki Allah'ı yakınlaştırış yolunu tuluk ve tefsili bilmesin ama icmali bir şekilde, yani bir yığıncaklangan şekilde bunu bilişi en mühim bu. İkinci bir ilim, biz mana bu hayatta vazife ada qilg'ili kelgan bo'lg'achqa bu vazifaga bog'lanadigan bütün ilimlar, mayli kimya olsun, mayli sanoat olsun, mayli ticaret olsun, mayli ziraat dehqonchilik olsun, mayli siyoset olsun, mayli harbiy ilimlar olsun, mana bu ilimlarning hammani bir türküm musulmonlarning elishi ve şu musulmonlar aşı ilim bilen özünün to'g'ri e'tiqodi, to'g'ri qimmat qarashi bilan millati, vatani, dini uchun xizmat qiladigan kishilarning yetishib chiqishi mana bu farz birodarlar. Ama biz musulmonlar bugun dal mush ilimda biz ketdik. Bizlar emas, bütün musulmonlar ketdi. Dünya musulmonlari mana bu sohada ketdi. Bu dinda insanın krizisten çıkış yolu, hafılıktan kurtuluş yolu mucize karakterlik bo'lmaydi birodarlar. Mana aniq tushunib qo'yinglar. Allah osmondan farishta cho'g'izish orqali yoki ilgirki payg'ambarlarning qavmlariga Allah o'zi bir vosita zaminni ko'tarish, dengizni tashqin qilish, shamollarni chiqarish orqali halok qilganiga o'xshash bo'lmaydi bu. Bu haqqi kitib qolmaydi. Chunki bundoq bo'lmaslikqa Allohning bizga nisbatan rahmati bor. Allohga kichilab esilib Allohning huzuriga beshi tik chiqishni orzu qilayotgan musulmonlarga rahmat qilish uchun Alloh subhanahu va taolo mana bizni shunday qilgan. Demek bu ilimlerde biz musulmonlar umumaten ketdik. Ama şu ilimlerinin içinde Kur'an-ı Kerim'de bir kalırsak, kalaydıgan bolsak, musulman küçüğüydügan, musulman yükselidigan, musulman onun arkalık başkalarının aldığı tek duralaydıgan ilimni eliş, bu buyruk bu. Hemenle bilirler. Allah subhanahu ve teala ve a'iddu lehum mastata'tum min kuvve ve min ribatil khayl turhibuna bihi aduvallah ve aduvakum ve akharina min dunihim. Aşağıda mastata'tum min kuvve. Müslüman küçüğüydügan, Müslüman beşini tik tutalaydıgan, izzetini kolda saklayalaydıgan, yo'qotgan narsalarga erishalaydigan her kandak ilimning özünü kuvvet deb atab, şununla tayyorlik qilinglar, şunu ilinglar, hazırlanglar deb Allah subhanahu va taolo bizga buyurdi. Biz bilimsizligimizden ketganmiz. Men mishada bilimsizligimizning sabablaridan birisini bir ishtvaqasi deb anglagan. Balkim cho'nglar bilishi mumkin. Kichik chaqlarimizda, vatanimizda sen aşı yurtdagi bütün işlerini yo'qot. Tugat buni. Onun mikropları, zehirleri belki yamanken bunun hammini tugatayotgan deb bizga onun saymallarını bergan. Anlasak aşı yezi kenti mahallalarda aşı biz arzu qilgan binasının hammasi bitgan. Ama biz tuniyanmay iştne tuniyanmay işt atkan bizlerde. Paçakni iştitkan iştni atkan, insanni yo'q tutgan iştni atkan biz. Mana bu nereden keldi? Nadallıktan keldi. Dostungni, düşmaningni, tarixingni tunumganlikdan keldi. Biz ketkizib atdik. Anlaşılan qarıgan çağda Muhammed Emin Buğra deb bir kishi var. Türkistan tarixida atalgan meşhur vatanimizdimi nurg'unlagan jihadi faoliyatlarni ep bo'lgan,
Hatta başkalar bilen bir üstelde oturup milletinin takdiri hakkında, vatanning takdiri hakkında oltiyalıgıdır bir yer kelip saylam ötkazemesi. Ma millet bilen sayla, seni saylasa, senin tarafında tutsa, buldu biz bile dese, bizning millet bir 6 aylık haşanı götürüp verse, ya sana Allah'ın sılık sağmayımız dese, biz seni saylamayız. Bizge haşa götürüp bitkan, yolu yasak bitkan, işimizi yaxşılap bitkanlar lazım. Digellik itibarıdan biz yeni buharlık tapkan buralarlar. Yani bugün mişe demiş o. Biz bir Müslüman kerindaşını kalbimizge sığdırıp atanmayvatımız. Yürükümüzge kirgüzenmayvatımız. Ne için? Çünkü bu bilimsizlik bu. Dinimizde bilmegellik bu. Özümüzde bilmegellik bu. Biz manımışı sahalarda turvatımız yani. Umumi yüzlük hemmimiz bir buluş, yaş görüş, hemmeyle qanday olsun Müslüman buluş süptimiz bilen birbirimizi yaş görüdüğün, birbirimizi dost tutuduğun, birbirimizin destekçisi, yardımcısı buluduğun, birbirimizni kollaydıgan buluşunun onuğa inkar kılıdıgan, ayıplaydıgan, yeklaydıgan, çetki qağıdıgan, hatta onu bütünlay düşman onu da körüdügan. Mana mushunda sebeplerden yani biz bugün harlıkla içinde turibmiz. Şunun için bugün Müslümanlar mana bu yerda sharoiti bor, qanday ilm alaydi sasın. Siyaset ilmini ügensin, iktisat ilmini ügensin, ticaret ilmini ügensin. Ve başka her qanday ilmini ügensin. Özünü ilimge bağışlasın, ilimge atısın. Biz örneklerini kürüvatımız. Dünya qarab bakaylı. Aldığımızdaki esride Japoniyaga o'xshash, Germaniyaga o'xshash nurg'un kumpurkum bulab ketgan bir devletler ilimga, insanın hayatını güllendirtkan ilimga Allah'a bağlayanmasa mı? Cennetinin ışıkını açanmasa mı? Kıyamette peşimizde yürüp kılıdığan ilimga erişenmesi mi? Ama hayattaki ilimnin yolunu izle. Şu ilimga özünü bağışlap, ilim için özünü atap, o ilimni ağallık için mana bugün dünyanın takdirini belgileydiğanlarının katarı öttü o. Şu ilimni ağallık için. Ama biz hala hem buharlıkta. Eğer nime için şunda buluvatıda Müslümanların kitap okuşu, Müslümanların kitap yazışı, Müslümanların kitap tercüme kılışı, Müslümanların kitapları meblağ selişi, Müslümanların ilim için ve ulemalarını yetiştiriş için meblağ selişi qarab bakadigan bolsak adam hicil buluduğu yerde ekan burada. Ne kalırsa ama. Hazır şunda qarab bakadigan bolsak, mesela hazır Amerika ilmi tadqiqot ulamo yetiştirish için birinci o'rinda ekan sağlam mablag'. Dünya bo'yicha. Şu Amerika hammamizni qo'rqitib yashaydi. İkincisi Xitoy ekan. Davlatning umumiy kirimi bilan hisoblagan chaqda ana shunday mablag'ni sağgan. Shuning uchun 30 yil, 35 yilning ichida qanday qildi o? Bizni izaladi. Bizni qo'llay oladi. Bizni vatandan chiqara oladi. Bizni mushundaq sarson sargardon qila oladi. Hatto sirtimi xotirjam yashamaydigan yerga olib qo'ydi. Bu bir haqiqat. İlim mushunday mablag' sağan. O'ttir Sharqda İsrail birinci o'rinda turadi ekan. Bilib baqaman. Ama İsrail mana bugün O'ttir Sharqda yakki yegona holatida shuncha xotirjam yashayotgan. Ama etrafdagi musulmonlar kuyuvatıdı, parçalanyaptı, yok oluaptı. Nima uchun? Çünkü o ana shundoq mablag'larni sağan. Biz musulmonlarmi shunga salayli.
her türlü ilimlarga. Amma her türlü ilimning egisi her tarafga chechilib ketgan chaqda yana o ilim manfaat qilmaydi birodarlar. Bir maqsad uchun, bir g'oya uchun, bir nishon uchun birlashish kerak. İlim haqidagi so'zim mishadi bo'lmoqchi. Ikkinchi, ummatning chiqish yo'li iymon masalasida. Men bu haqda intayin qisqacha gap qilaman. İman haqida. İman bizni dunyoda qimmatga ega qiladigan. İman bizni haqiqatan vaznimizni ig'irlashtiradigan birinchi omil ma'lum. Yuqoridagilar bo'lsa, dunyoda imanning g'ayriga tayinib turib, Allohning dunyodagi qonuniyatiga, Allohning dunyodagi qonuniyatiga tayinib turib erishgan bo'lsa, faqat mushu dunyoda mataun qalil, ozoq. U yo'qoladi, tugaydi. Ammo ilmchi, ilm, iman bu qimmatga ega qiladi bu. Haqiqiy qimmatga ega qiladi bu ilm, iman. Shuning uchun iman bizdagi eng muhim omil. Biz mana shundaq yarlaniqliq, musibatga uchraqliq. Ammo biz qanday qilishimiz kerak desa, bu biz davoyimizda, e'tiqodimizda, o'zimizning mushu chiqish yo'lini izlashimizda qat'an va qat'an bo'shashmasligimiz kerak. Fikrlarimiz, qimmat qarashlarimiz o'zgarmasligi kerak. Mana Payg'ambar alayhisolatu vasallamning tarixiga qarasak, Uhud g'azoti musulmonlarga nisbatan eng ig'ir, musulmon tarixidagi, islom tarixidagi eng ig'ir bir zarba bo'ldi. Eng ig'ir zarba. İçinişlik. Ama bu musulmonlarga nurg'un foydalini, nurg'un tajribalarini, nurg'un savaqlarni berdi. Men bu yerda birla savaqni deyman. U bo'lsa-mu nima? Allazina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah. Fanqalabu bi ni'matin minallah wa lam yamsashum su' wattaba'u rizwanallah. Ana bu yerda sahabalar ig'ir mag'lubiyatga uchragandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshlari tuvan, ruhi tushgan, kayfiyatini tushib ketgan bir sahabalarni Madinaga boshlab kelishni xohlamadi. Chunki musulmon davomli qolishi tek u. Xohlamaganligi uchun Quraysh yana qaytadan voy bulini biz yo'q, shuncha mag'lub tutdimiz. Kafir hech qachon o'zining musulmonni qilgan mag'lubiyatida mayagicha katta amdi to'xtab turaydi deydi birodarlar. Uning maqsadi yo'qdib o'tish, butun yo'qdib o'tish. Ana shulimi qaytib ketib qolib pushmon qilib, endi bularni yo'qdib o'tili, yildizining qurtib o'tili tugusin, bizga ofatning o'rig'i qolib qolmasin mayada deb yong'ila qopqa vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kishilar bilan uchrashib qoladi ekan. Shuning bilan qanday ahvoli desa, voy, ular endi rasmiy belni bog'lab, niyatni qilib, maya kagil qolib desam, yo'q, qilib qolibdi. Degan chig'ida Payg'ambar alayhisolatu vasallamning va sahobalarning bergan javobi nima? Hasbunallah. Alloh ba. Igimiz Alloh ba. Mening demoqchi o'g'lim, biz musulmonlar kelgusimizdan umid uzmaydi. İstiqbalimizden ümit üzmeyle, davayımızdan vazgeçmeyle, yolumuzdan boşaşmayla. Vay bu çatak yıldızımız kurup ketkiday, biz tügep ketkidaymiz demeyle. Bizden yıldızımız kurumayla. Bu hakkının yıldızı kuruyduğun hak emas bu. Demek Müslümanlar kaçan ki Allah'a boğan işendisini yok atmaganda, Allah'a boğan e'timadini yo'qotmagan chaqda va mushu yo'lda davom qo'lidan keladigan imkoniyat bo'yicha bu imkoniyatni bir yerga ham cheklab olmay har xil shaklda oldiga mangan chaqda men mushu yo'lda yo o'laman yo mushu yo'l mushunda davomlashadi. Buning ilm yo'li va, iqtisod yo'li va, siyosat yo'li va, da'vat yo'li va, o'qish yo'li va, o'qitish yo'li va, hamma yo'li bor.
Hem şundaqla şu kunde musulmonga nima manfaatlik, nima muhim, qaysi xil yo'l bilan musulmon o'zining beshini ko'tara oladi deganni bilish yo'lida qat'iy voz kechmay minish, bo'shashmay minish va shundaqla ümidsizlanmay minish bu musulmonlarning chiqish yo'li. Va buningdan boshqa bir 6-7 turli sabablar beydi, vaqtni to'shab qapti. Shuning uchun biz ümidsizlanmaylik musulmonlar. Biz ümidsizlanmaylik. Biz ümidsizlanganlardan emas, ruhimizni yo'qotadiganlardan emas, kayfiyatimizni tushiradiganlardan emas biz. Biz hech qachon yolg'on emas. Kuchning hammasi biz bilan birga. Nusrat qachoniki Rabbimizning layoqatida ahliyat bo'la olsak, nusratga ega bo'ladiganlar biz. Biz mushu chet elda hammamiz bo'shimay, mushu dinimiz uchun, o'zimizning davoyimiz uchun yetakchilarning, yo'l ko'rsatuvchilarning huzuriga kelib, ashyoda qishida turib, buni hasbunalloh, Alloh ba, igimiz Alloh ba diyelaydigan şekilde biz bu yolda mağayla. Qaldı şartlarını inşallah yani biz ya internet arkalık ben sözleymen Allah nasip kıla sözüm müşahede toxtaydı hemmenlarga anlığınlarga Allah Teala'nın rahmeti selamı bolsun. Ve ahru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.